Hayot bizga ko'pincha tez-tez kutilmagan syurprizlarni taqdim etadi, ammo afsuski ularning barchasi yoqimli emas. Ba'zida kutilmagan tarzda voqealar sodir bo'ladi. Bizning bo'layotgan voqelikka ishongimiz kelmaydi. Shunday voqealarning ba'zilari kamera tasvirlariga tushib qolgan. Bugungi dasturimizda eng kutilmagan xavfli vaziyatlarni ko'rishingiz mumkin. Demak, assalomu alaykum. Mo'jizaviy dunyo e'tiboringiz markazida. Bu dayver suv ostida sayr qilishga qaror qildi, ammo dengiz tubidan to'satdan paydo bo'lgan akula rejalarni barbod qildi. Ovchi o'zini qurbonlikka aylantirdi. Yirtqich qanday qilib aqlli va tezlik bilan qurolsiz yigitga hujum qilganiga qarang. Baxtga qarshi, yaxshiyamki u to'xtadi va orqasiga suzib ketdi. Yigit ko'rinishidan hayotga yangidan qaytib kelganday bo'ldi, chunki bunday hollarda kamdan kam tirik qolishga ishonish mumkin. Karkidonlar juda tajovuzkor, qattiq xirarliklarga ega hayvon hisoblanadi. Ular hech qanday sabablarsiz tajovuz qilib qolishi mumkin. Shuning uchun bu hayvon bilan uchrashib qolish inson hayoti uchun doimo xavf tug'diradi. Ammo ularning yashash joylarida yashirinish oson emas. Ular odamlarni biron bir joyga joylashishini kutishadi va har doim odamlarga kutilmagan syurprizlar taqdim qilishga tayyor turishadi. Nima uchun karkidonlarga ushbu oq mashina yoqmaganini hech kim bilmaydi, lekin u qizil lattaga yugurgan buqaday unga yugurdi. Shirilgan qayiqda sayr qilish uchun ajoyib havo. Qiz suzishdan to'xtab o'zini butunlay xavfsiz joyda deb his qildi. Biroq bu nima? Qizning yonginasida kitning boshi ko'rindi. Mana sizga syurpriz. Aniqki, qiz bunday hodisani umuman kutmagan edi. Buni tasavvur qilishning o'zi dahshatli, agar kit qizning qayig'iga ziyon yetkazsa. Fotosyomka jarayoni maxsus atmosfera va konsentratsiya talab qiladi. Agar sizning modelingiz dahshatli yirtqich bo'lsa, nafaqat u bilan yolg'iz qolish xavfli, balki biron joyingizdan ayrilib qolishingiz mumkin. Bu odam bor diqqatini surat olishga qaratdi va atrofdagilar nima uchun baqirayotganini tushuna olmadi. Kimdir e'tiborni tosh otish orqali xavfga qaratishga qaror qildi va ko'rib turganingizdek, bu ish berdi. U faqat mo'jiza tufayligina omon qoldi. Oq akula juda xavfli yirtqich. Aynan oq akula odamlar uchun eng katta xavfni tug'diradi. Oxirgi vaqtlarda odamlar ular bilan kamroq uchrashmoqdalar, ammo ushbu kadrlar odamlar hali ham ularga duch kelishayotganini isbotlaydi. To'satdan paydo bo'lgan akula shiddat bilan odamga hujum qildi. Agar u biron bir narsani ushlab turmaganida, akuladan qochib ketish unga muammo bo'lar edi. Pandalar juda yoqimtoy hayvonlar. Odatda ulardan hech qanday yomon narsa kutishmaydi. Yigit qo'rqmasdan hayvon qafasining yoniga joylashdi, biroq pandani e'tiborini o'ziga tortdi. Erkakning ko'ylagi qopga o'xshab ko'ringanga o'xshaydi. Panda uni ta'mini bilish uchun torta boshladi. Buni qarang, juda ajoyib. Yigit qanday parfyumdan foydalandi bilmadimu, lekin panda juda xursand edi. Yo'lda yirtqich hayvon bilan uchrashib qolish doimo juda xavfli. Garchi ular juda samimiy ko'rinsa ham, bu odamlar ayiqlardan tomosha qilishni xohlayapti. Ayiqlarni esa mashina qiziqtirib qoldi. Ehtimol ular mashinaning bunday modelini birinchi marta ko'rayotgandir va uni yaqindan o'rganishga qaror qilishdi. Har qanday tantanali marosim muayyan yozib qo'yilgan ssenariy asosida tashkil etiladi, ammo bu safar hamma narsa rejadagidan boshqacha bo'ldi. Hatto to'liq qo'lga o'rgatilgan, yaxshi tayyorlangan hayvonlarni ham nazorat qilib bo'lmaydi. Ularning xatti-harakatini oldindan aytib bo'lmaydi. Bu fil olomon ustiga qanday yurib ketayotganini bir ko'ring. Bunday katta hayvon bilan ishlash juda qiyin va agar u biron bir narsani qilishga qaror qilsa, yaxshisi uni to'xtatishga harakat qilmagan ma'qul. Bu shimpanze yapon hayvonot bog'idan qochib ketgan. Shaharlarning o'rtasida hech qanday kokos daraxtlari yo'qligi sababli u elektr ustuniga chiqishga qaror qildi. Maymun uni ta'qib qilayotgan odamlardan jahli chiqdi va yuqori kuchlanishga ega simdan o'tishga qaror qildi. Yaxshiyamki unga hech nima qilmadi va uni ushlab hayvonot bog'iga olib ketishdi. Parij yer yuzidagi juda go'zal manzaralarga boy joylardan biri. Ayniqsa, yuqoridan uni tomosha qilish juda zavqli. Bu odamlar faqat ikkalasigina uchib ketayotganiga ishonchlari komil. Ammo yana bir yo'lovchi bor, biroq u qayerdan paydo bo'ldi? Hatto kim ko'proq ajablanganini bilib bo'lmaydi.
Panjaradan mushukni ko'rgan odamlarmi yoki yuqoridan yerni tomosha qilgan mushukmi? Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan qiziqarli ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.